bir badavlat otani noqobil o'g'li bo'lgan ekan. Otasining davlatini soyasida o'sib ulg'aygan yigit ishyoqmas, dangasi bo'libdi-yu, biroq xotami toy ekan. Puli ko'p, atrofi to'la oshna og'aynilar. Choyxonada do'stlar davrasida falonchi boyvachcha kelmaguncha oshlar suzilmas ekan. Davralarni to'rida u boyvachcha uchun joy tayin. Falonchi boyvachchani aytgani hozir u nozir, do'stlari ham doimo uni qo'llab-quvvatlab turar ekan. Buni ko'rgan ota boyvachcha o'g'ilga qanchalar nasihat qilmasin, aslo qulog'iga olmas ekan. Ota yaxshi so'zlar bilan ham, yomon misollar bilan ham har qancha hayotni tushuntirmasin, boyvachcha o'g'il yaxshi tomonga o'zgarmabdi. Qo'lidagi otasini boyligini atrofdagi do'stlari bilan xursandchilikka sarf xarajat qilaveribdi. Boyvachcha o'g'il xayolida o'ylarkan, bugun meni qo'limda boylik bor. Ertaga agar qiyin ahvolga tushib qolsam, bugun meni oshimni yeb yurgan oshnalarim meni tashlab qo'ymaydilar. Albatta menga yordam qo'llarini uzatadilar. Badavlat ota boqiy hayot tomonga ketar chog'i to'shagiga yotib qolibdi. Shunda noqobil o'g'lini yoniga chorlab debdi: "O'g'lim, meni nasihatlarimni qulog'ingga olmading. Endi senga o'lim oldidan so'nggi nasihatim. Shu ahvolda yashashingda senga qoldirgan boyligim uzoqqa yetmaydi. Bir kun tugaydi. Shunda seni ko'zingni yog'ini yegan do'stlaring o'zlarini asl yuzlarini ko'rsatadilar. Sen nochor, bir so'msiz qolganingda do'stlaring seni holingga kulishadi. Sen odamlardan pul so'raydigan darajada muhtoj bo'lasan. Odamlardan pul so'rab tilamchilik qilgandan ko'ra o'zingni oskin. Men senga o'g'ilxonaga sirtmoq tayyorlab qo'ydim. Mening nasihatlarimga quloq solmading, bu oxirgisi. Shuni bajargin." Badavlat ota olamdan o'tibdi. Do'stlar hammasi faloncha boyvachchani yonida bo'lishibdi. Marhum otani vasiyatidek yillar o'tib, boyvachcha o'g'ilni puli oxirlabdi. Endi avvalgilardek choyxonalarda ora kunda do'stlarga osh bera olmagan boyvachcha asta davrani to'ridan poygasiga tushibdi. Endi falonchi boyvachcha kelguncha osh ham tugab qoladigan, bora-bora choyxonaga ham chaqirilmaydigan bo'libdi. Yotib yeganga ham tog' chidamaydi deganlardek meros nihoyasiga yetib, boylik keluvchi manba ham yo'qligidan falonchi boyvachcha qashshoq tilanchiga aylanibdi. Kechagi do'stlar, qarindoshlar yuz o'girgan boyvachcha otaning so'nggi nasihatini esladi. Ha, kecha kim edim, bugun kim bo'ldim? Otam haq ekanlar. Afsus, vaqtida so'zlariga quloq solmabman. Bu kunimdan o'lganim afzalligini otam bilib aytib ketgan ekanlar degan o'yda ming hasrat nadomatlar bilan og'ilxonani sirtmog'i tomon yuribdi. Ko'zida yosh qalqigan boyvachcha sirtmoqni tortib tushirib bo'yniga solib, otasining yoniga ravona bo'lmoqchi edi, hamki sirtmoqni ikkinchi uchiga bog'langan bir qop narsa bilan yerga quladi. Erkak ne ko'z bilan qarasinki, yonida qopda pul va ustida bir maktub turardi. Shoshilib maktubni ochib o'qiy boshladi. "O'g'lim, men shu kunga yetib kelishingni sezgan edim. Bu hayotingdagi oxirgi saboqdir. Endi hayotda kim kimligini bilgandirsan. Aqlingni yig'ib, puldan unumli foydalanib, shu pulni dasmoya qilib oyoqqa turib ol. Endi aslo yiqilma bolam." Aziz dindoshim, bo'yniga sirtmoq solinadigan darajagacha o'zingizni jarlikka tashlamang. Ko'zingizni oching. Dunyo uchun yoningizda turgan do'stlar do'st emas. Ota-onangizning nasihatiga vaqtida quloq soling. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.